nurg'un dokladlari to'g'ri emas. Buni biz Amerika va Xitoy savdo urushining bir natijasi deb qaraymiz. Qozog'iston Xitoyga qarshi kuchlarning bir parchasi bo'lishini xohlaydi dedi. Lekin ishonchli ma'lumotlar va shohidlarning guvohligi Sharq Turkistondagi yig'ib olish lagerlarida millionlagan Uyg'ur bilan birga qozoqlarning qamalganligini o'ttirib qo'ymoqda. Amerika Volkochisi jurnali Trump hukumatining Eronga qarshi O'rta Sharqqa 14 ming askar avatadiganligini ilgari surdi. Mazkur gazetning deyishicha, Trump doiralari O'rta Sharqqa askar va harbiy aslaha avatishni o'ylashmoqda. Xabarda ismini oshkorlamagan yuqori darajalik amaldorlardan naql qilib aytishicha, Trump doiralari 14 ming askar, 10 dan ortiq paraxot va boshqa harbiy aslahalarni avatishni o'ylashayotgan bo'lib, bu oy ichida elib berildiganligi bildirildi. Bu haqda texnik rasmiy bayonot e'lon qilinmadi. Qozog'iston parlamentining yuqori qanti bo'lgan Kengash palatasi Turkiya bilan imzolangan harbiy hamkorlik kelishimini ma'qulladi. Qozog'iston Kengash palatasi Mudofaa ministrligi amaldorlarining qatnashishi bilan o'tkazilgan yig'inda ikki davlat orasidagi harbiy hamkorlik muzokara qilindi. Parlamentda ovozga qo'yilgandan keyin kelishim prezidentlarning imzolashi uchun avatildi. Kelishimda Qozog'iston bilan Turkiya orasida harbiy hamkorlik, harbiy hozirlik va ta'lim-tarbiya, o'rtaq manevr o'tkazish, mudofaa sanoati, texnik taraqqiyoti va boshqa sohalarda hamkorlash tashabbus qilingan. Fransiyada prezident Macronning pensiya islohotiga qarshi chiqqan ishchilar uyushmalari muddatsiz ish tashildi. Tunugun boshlangan namoyishlarda soqchilar namoyishchilarga is bombasi bilan daxl qildi va 18 kishini qo'lga oldi. Bu Fransiya yaqinqi yillardan buyangi eng chong ish tashlash bo'lib, ommaviy qatnash, ma'rif, doktorxona jiddiy qutqizish mulozimati, advokatlar va axborot xodimlari boshchiligida nurg'un sohalarda ish tashlash elib berildi.